Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan bugun yana men Jason va yangi videoyimga xush kelibsiz. Hop, o'rtoqlar, bugungi videoda Asmir klaviatura emas, Asmir shirinliklar o'yinini o'ynaymiz. Mana ko'rib turganingizdek shirinliklar bor va darajamizni 300 ga chiqarib olganmiz. Bu Asmir klaviaturadan oson ekan. Mana yerdan chiqib, mana bundoq portaldan o'tamiz, bundan o'tamiz, bu yerdan sakraymiz, bu yerdan ham to'g'riga yuramiz. Mana u tushishini kutayotganmiz pastga va mana bu ochilishi bilanoq to'g'riga yuramiz. Ulguramizmi? Bu o'tib ketdi. Xo'sh, buni orqasidan yuramiz va bu yoqqa mana bu orqali qaranglar orqamizdan quvlashini buni o'lib qoldimi u? To'xtanglar boshdan. Mana shunday baglar bor ekan o'yinda, juda ko'p baglar bor ekan. Ha, aytgancha do'stlar, kanalga obuna bo'lish va layk bosish bu tekin. Shuning uchun sizlardan 1 sekund vaqt ketadi. Kanalga obuna bo'ling, videoga layk bosib qo'ying. Bu men uchun katta motivatsiya. Okay, let's go. Hop, endi bu yoqqa o'tib, bu safar aniq yutamiz. Aslida bir urinishda ham yuta olaman buni. Shunchaki chalg'ib qoldim. Hop, mana bu ochilsin. Bo'ldi, ochildi. Mana yerdan bir narsa o'tib ketishi kerak, to'lqin. Ya'ni sunami. Sunami o'tib ketgandan keyin sunamini ortidan yuramiz va bu yoqdan mana bu yerga yetib kelib olamiz va to'xtaymiz. Mana bu pastga tushgandan keyin davom etamiz. Ayyo! Yana ichkariga kirib ketdimi? Sal qovun tushirib qo'ydimu? Mayli, bunisida aniq yutamiz. Okay, ketdik. Hop, sal jicha shoshilib qo'yyapman-da. Mayli, bu safar yutamiz aniq. Shoshilmaymiz. Mana ochilsin, bo'ldi. Hop, o'tdik. La yaramaslar nima ko'z tegdimi deyman. Doim shu video olayotganimda o'tolmayman, lekin video olmayotgan paytimda bittada o'tib ketaman. Voy, sizlarni ham shunaqami? Okay, hop, mayli, bu safar aniq o'tamiz. To'xtaymiz. Mana u tepaga ko'tariladi chunki. Hop, stage 8, level 50 bo'lishi kerak ekan. Hozir mana ochilishiga yana o'tib ketamiz. Bo'ldi mana. O'tdik. Endi mana u sunami o'tgandan keyin sunamini orqasidan yuramiz. Okay, 200 ga tezlik qo'shilyapti bizga. Mana endi sekin to'xtaymiz. Mana ochilgandan keyin ketdik. Let's go tepaga. Hop, tepaga chiqqandan keyin mana tepadan narsa tushadi. Bosimni oldidan to'g'riga yuramiz. Okay, bo'ldi, ulgurdik. Mana World 2 ga o'tishi mumkin deyapti. Mana ko'rinyapgan bo'lsa, ko'rinyaptimi hammaga? Ha, manimcha ko'rinyapti. World 2 ga o'tamiz, ya'ni ikkinchi dunyoga 2500 wins olamiz winni. Hop, endi E harfini bosib ikkinchi olamga o'tamiz. Hop, ikkinchi olamdagi levelimiz yetadimi, yo'qmi, buni bilmayman. Ikkinchi olamga o'tib olaylikchi. Hop, o'tdik. Hop, ketdik. Ikkinchi olamda bizdagi tezlik 80 ekan. Bu 80 tezlik bilan qayergacha borar ekanmiz? Mana bu devor ketishi bilanoq ketdik. Yaxshi, bu yerdan mana bu lazerdan o'tishimiz kerak ekan. Yaxshi, lazerga tegib bo'lmas ekan, xato qilib qo'ydimmi deyman. Ya'ni orqamdagi qitimirli qilib shartta itarib yubordim. Va yana shoshilib qoldim. Bu yerda nimalar bor ekan bizga tezlashtirib beradigan? Hozircha 1x bor ekan. Bu yoqda 200 qo'shilar ekan bizga. Xo'p, bizga kerak bo'larkan hozir bu yoqda 200 ming qo'shilyapti. 25 million vinmi? Voy, bu 2 milliard vin kerak ekan. Hozir menda 1 milliarddan oshiqroq vin bor. 2 milliard vin bilan yutarkanmiz. Xo'p, bo'pti. Hozir mana bu yopilishiga ketdik. Xo'p, menimcha ulguramiz. Hozir mana yerdagi lazer yo'qolsin. Paydo bo'lib yo'qolgandan keyin o'tamiz. Oho, ulgurarkanmiz, ulgurdik. Hop, bu yoqda 650 ming win berar ekan. Bu yerda level necha bo'lishi kerak ekan? 200 level. Mana levelim bu yerda nechi? 181. Demak, o'tolmas ekanman. Ketdik. Hozir qancha qo'shildi? 65 ming win qo'shildi. Yaxshi. Hop, davom etamiz. 65 ming win bo'lsa, sakraymiz. Mana bu yopilib olsin. Keyingisida yuguramiz. Iloji boricha chekkadan yugurishga harakat qiling. Hozir mana yopilsin, shundan keyin o'yinga kiramiz. Danger deyapti. Bu degani to'xtang deganimi? Xavfli degani? Ha, bo'ldi. Sal gap bilan bo'lib, shoshilib qoldim. Endi qani, yana qo'shildi 650 ming vin. Menimcha bu vin bilan hech nima qila olmaymiz. Hozir tezlikni oshirish kerak. Bizda 559 milliard bor ekan. Xullas do'stlar, keyingi videogacha ko'rishguncha, chunki men buni rivojlantirishim kerak. Rivojlantirgandan keyin keyingi videoni olaman. Ko'rishguncha, xayr.